Assalomu alaykum. Bugungi videoda 3 xil sifatdagi Louis Vuitton sumkalarni sizlarga alohida ko'rsatamiz. Sizlar ham keyingi sumkalaringlarni tanlashingizga yordam bo'ladi. Birinchi o'chirtda sizlarga naturalka koja Louis Vuitton sumkani ko'rsatib beraman. Mana shu oldimda turgan sumka naturalka bo'ladi. Mana ruchkalari, yonlarida hamma bejli ko'rayotgan kojalarida chisti naturalniy koja bo'ladi. Mana yaqinroqdan ko'rsanglar, bunday logolari urilgan bo'ladi. Bu eng premium sifat desak, mana bu o'rta sifatdagi sumkalar bo'ladi. Bular ham lyuks kopiya deyshadi, lekin koja emas. Mana materiallarni yaqindan olib kelsangiz, solishtirib ko'rsangiz bo'ladi. Bu qalinroq, bu yumshoqroq bo'ladi. Endi xuddi shu sifatda mana katta sumkamiz. Bu ham lyuks kopiya deyiladi, lekin koja emas. Endi mana bu sumkamiz, bu ham Louis Vuitton deyiladi, bu ham Xitoyga sifati zo'r, fabrichniy deyiladi. Lekin eng arzoni bu bo'ladi. Men sizlarga bitta narxini aytib o'taman. Bu sumkamiz 750 ming so'm, bu sumkamiz 600 ming so'm, bu sumkamiz 440 ming so'm, bu sumkamiz 210 ming so'm. Sumkachiga kelsanglar, o'zingizlarga yoqqan liboy turdagi sumkani eng zo'r narxlarda sotib olishingiz mumkin. Bizdan yo'qotib qo'ymasdan bizga obuna bo'linglar.